Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Yaponiya mahsulotlaridan yana bir super mahsulotimiz keldi. Bu mahsulotimiz asosan 100% tabiiy eksklyuziv noyob mahsulotimiz Top Detox hisoblanadi. Top Detox mahsulotimiz asosan inson organizmida bugungi kunda noto'g'ri ovqatlanish natijasida inson organizmida kelib chiqayotgan zaharli moddalar va toksinlardan oson va yengil xalos bo'lish imkonini beradi. Mahsulot asosan chakni, qonni, jigarni tozalash natijasida butun organlar faoliyatini yaxshilaydi va sog'lom ozdiradi. Mahsulot tarkibida yapon karbikulosi ekstrakti, yosh brokkoli kurtaklari ekstrakti va fermentlashtirilgan lopuh yildizlari ekstraktidan tayyorlangan. Birinchi faol birikmamiz yosh brokkoli kurtaklari ekstrakti. O'zida juda ham katta miqdorda sulforasan moddasini saqlaydi. Bu modda esa inson organizmida kuchli antibakterial xususiyatga ega bo'lib, surunkali yallig'lanish kasalliklarini bartaraf etadi. Bundan tashqari immunitetni ko'tarishda, ko'rish qobiliyatini yaxshilashda, Alsgeymer, xotirani pasayishi yoki butunlay yo'qolish kabi kasalliklarda bosh miya faoliyatlarini qaytadan tiklab beradi. Qon tomir devorlarini tozalaydi. Qondagi qand miqdorini me'yorga keltiradi. Mahsulot tarkibidagi ikkinchi faol birikma yapon karbikulosi ekstrakti. O'zida juda ham katta miqdorda taurin moddasini saqlaydi. Bu modda esa inson organizmida kuchli antioksidant vazifasini bajaradi va inson organizmidagi viruslarni, bakteriyalarni, zamburug'larni, kasalliklarni butun bir organizmdan yuvib chiqaradi. Uchinchi faol birikmamiz fermentlashtirilgan lopuh yildizlari. Asosan jigar hujayralari bilan faol ishlaydi. Fermentlashtirilgan lopuh yildizlari teri kasalliklarida, gormonal buzilishni oldini olishda, oshqozon ichak kasalliklarini bartaraf etishda, qondagi qand miqdorini me'yorga keltirishda va bir so'z bilan aytganda sog'lom ozdirishda juda ham katta yordam beradi.